Asal qizim mana opasi bilan o'ynab kelishyapti ko'chada. Oppoqjonisi mana огородlarga suvlar toshyapti chiroyli qilib. Mana manzarani qaranglar qanaqa chiroyli. Pomidor. Bu bodringlar soygan rosa chiroyli qilib. Bunisi pomidor, orada bolgarskiy, baqlajon, loya. Sumayxon, ha? Qaraysiz, qizim, kelyapsizmi? Qaqa bordingiz? Nima ekan bu qizim? Kashnichlar ekanmi? Qaqa bordingiz qizim? Ko'chaga chiqdingizmi? Voy, turing qizim, voy, bo'p ketdi qizim. Opoqiga minday boring, opoqiga boring qizim. Opoqi deng, chaqiring. Qo'lingizni oling. Opoqi deng. Opoqijon deng. Opoq deng. Bodringda gullab so'yganini ko'rsataman hozir mana. Bodring. So'ygan. Chumalilarimiz ozlanyapti, boshlashibdi. Mana nima aytdim so'ygan. Bular hammasi bodring. Endi pomidorni ko'rsataman. Mana pomidor. Mana pomidor. Mana chiroyli manzara. Hammasi solib yotibdi pomidorlar. Bu yoqda bular hammasi kartoshka oxirida, kartoshkalar. Sumayxon, tushiring qo'ying, tushiring. Mana loya. Loyalar. Bu bolgarskiy, hali ham katta bo'lyapti, bolgarskiylarimiz. Bag'da mana Sumayxon. Sumayxon, ancha yiqilaverasiz qizim. Opasi bilan o'ynayapti Sumayxon. Kashnichlar ko'ryapsizmi? Qulpinoyimiz qani? Qizim, boring qulpinoyingizga borib qo'ying bitta. Boring qulpinoyingizga. Qani qulpinoyingiz? Bag'dan boring Sumayxon. Bunday boring qizim. Bag'da Sumayxon qulpinoylari. Qulpilari mana qulpisi qizim. Qulpinoy mana. Ular bir hovlida yashashmasa. Tabiat chiroyli. Gullar mana har xil. Ochilib yotibdi gullar. Kaktusim tuvenda nimagadir quriganga o'xshab qoluvdi. Yerga olsa ana unchalar qilyapti. Ochiladi endi. Mana ochilganda sizlarga rasmini qo'yaman. Unchalar. Bag'da turli gullarimiz. Gullarni sevuvchilar bormi? Mana. Gullarni parvarish qilolmayotganlar bemalol murojaat qilsalaring. O'rgataman. Mana shunaqa yaltirab turadigan gullar. Yaltirab mana. Bu gulning nomi ayol baxti. Ayol baxti deb nomlanadi. Bunaqa bekinib turar ekan, qaranglar. Uyalib bekinib turar ekan. Ayol baxti ekan bu ayol, bu atrofdagi baxti. Aylardan rosa